Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü bilan Londonda müstəqil sot içib, Xitay hökumətini sotqa tartish işi dəsləbdə o'ttirg'i qoyulğanda, muhaciratdagi xalqimiz ichida o'xshamagan inkaslar maydonga chiqqan bo'lib, taki 2021-yili 6-oyning 4-kuni tunji qitimliq sot Londonda ichilishga boshlaganga qadar ba'zilar bundaq bir sotning ichilishi mumkin emas deb qaragan bo'lsa, yana ba'zilar shundaq bir sot ichilgan taqdirdami bundaq bir sot Xitoy hukumatini jazoga tortolmaydi, uning hech qanday amaliy ahamiyati bo'lmaydi deb qarashgan. Yana ba'zilar bo'lsa, bu faqatla pul va vaqt isrofchiligi deb qarashgan edi. Tunji sot rasmiy boshlangandan keyin, garchi ba'zilar sot jarayonida yuz bergan ba'zi masalalarga nisbatan har xil tanqidiy fikrlarni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, biroq lager shohidlarining dadillik bilan guvohlik berishlari va bu sotqa sotchi va anglag'uchi bo'lib qatnashuvchilarning har bir guvohchining guvohliklariga astoydil muomala qilishlariga shohid bo'lgan muajiratdagi xalqimizning bu sotqa bo'lgan pozitsiyasida tubdan o'zgarish bo'lib, ko'p sonda xalqimiz bu sotqa alohida ahamiyat berishga boshlagan. Dünya Uyghur Qurultayı bu sotning tayyorligini 2019-yili boshlagan bo'lib, asli 2020-yili 3-oyda ichilmoqchi bo'lib planlangan bu sot Xitoy virusi sababidan kechiktirilgan. Ko'pincha kishilarning xabar bo'lganidek, sot ichilishdan necha oylar burun Xitoy hukumati sotga qatnashadigan sotchilar va guvohlik beruvchilarning sotga qatnashishini to'sash uchun har xil chora-tadbirlarni qo'llanishga boshlagan bo'lib, sot ichilish oldida va sot ichilish jarayonida Xitoy hukumati texmo g'aljirlashib, bir tarafdan sotning ahamiyatini xunuklaştirishga tirishgan bo'lsa, yana bir tarafdan guvohlik beruvchilarning vatandagi urug' tuqqanlarini qo'llanib, guvohchilarga qarta yumshoq va qattiq usulda hujum qilishni kuchaytgan. Bulardan bu sotning ba'zilar o'ylagandek ahamiyatsiz bir sot bo'lmasdan, balki Xitoy hukumatini alohida rohatsiz qilgan va Xitoy hukumatining xalqarodagi obraziga ajallik zarba berishda muhim rol o'ynaydigan bir sot ekanligini ko'rib bilish uncha qiyin emas. Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatı'da muzokaraga tushgan loyihalarni inkor qilish huquqi bo'lgan 5 doimiy hay'at davlatning biri bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xitoy hukumatini bir tarafga qayirib qo'yib, Uyg'urlar to'g'risida cho'ng qarorlarni elishi uncha oson emas. Ammo sotning hukmi munosabatlik xalqaro qonunlarga asosan chiqariladigan bo'lg'achqa, u hukm zulmga uchragan xalqimiz va xalqimizga zulm solgan Xitoy hukumati ustidan chiqarilgan tunji qitimliq eng yuqori darajalik qonuniy hukm bo'lgani uchun u xalqaroda Xitoyga qarshi jamoat fikri paydo qilishda alohida ahamiyatga ega. Mustaqil Uyg'ur soti irqiy qirg'inchilik boshlangandan beri Uyg'urlar qilayotgan barliq faoliyat va harakatlarga o'xshash vatandagi vaziyatni va Xitoy hukumatining xalqimizga qaratgan jinoiy qilmishlarini xalqaroga anglitishda bo'libmi, rasmiy xalqaro qonuniy o'lchamlarning talabi bo'yicha dalil isbotli qilib anglitish va boshqalarni qoyil qilishda alohida ahamiyatga ega. Uyg'ur soti yolg'iz xalqaroda Xitoyga qarshi jamoat fikri to'plashda alohida ahamiyatga ega bo'lib qolmasdan, balki ijtimoiy taratqularda berilayotgan guvohliklarni xalqaro qonun o'lchamiga ko'tarib, munosabatlik xalqaro qonunlarning talabi bo'yicha Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni qonuniy jihatdan muayyanlashtirish va bundan keyin ichilish ehtimoli bo'lgan sotlar uchun asos yaratishda alohida ahamiyatga ega. Xitoy hukumati o'zining iqtisodiy, texnika va odam kuchi jihatdagi ortiqchiligiga tayanib, xalqaroda bizga qarshi nurg'unlagan ko'z bo'yamchilik tashviqotlarini elib berib, bizning dardlarimiz va arz shikoyatlarimizning hammasini inkor qilib, hatto o'z qarindoshlarimizning tili orqali xalqimiz uchirgan zulmni va da'voni yolg'onga chiqarishga tirishib kelmoqda. Bundaq bir ahvol ostida biz rost deb qaragan, biz haqiqat deb qaragan hamma narsani boshqalar rost va haqiqat deb qarab, bizga va
bizning shikoyatlarimizga tamoman ishonishi natayin yoki uningga gumon bilan qarashi mumkin. Sud ko'plagan dalil isbotlarni ko'zdan ko'chirib chiqqandan keyin dal shu xil gumonlarni yo'q qiladigan, xalqaroda ko'p sonda davlatlar qoyil bo'ladigan bir yakun yoki hukm chiqardi. Agar sudda Uyg'urlarga nisbatan adil bir hukm chiqarilsa, bu tarixda tunji qitimliq shundoq bir hukm bo'lib, uning tarixiy ahamiyati alohida cho'ng bo'ladi. Albatta Uyg'ur sudining ahamiyati ko'pincha ahvolda garchi simvollik bo'lsa-mu, biroq sudning qarori xalqaro adliya o'lchamlariga asosan chiqarilgani uchun ko'plagan davlatlarning bo'libmi g'arbdagi demokratik qonun tuzum ustunlikni egallaydigan va haqqoniyatni yoqlaydigan davlatlarning Xitoyga qarta siyosatlarga alohida ta'sir ko'rsatib, ularning Uyg'urlar to'g'risida haqli qarorlarni elishiga turtki bo'ladi va u davlatlarni ko'plagan qonuniy asoslar bilan ta'minlaydi. Sudning qarori yolg'iz haqqoniyatni yoqlaydigan ko'plagan demokratik davlatlarning Xitoyga qaratgan siyosatlarini belgilashga ta'sir ko'rsatib qolmay, hatto Xitoy hukumatining ba'zi qilmishlariga cheklama qo'yish va jazo berishiga turtki bo'lishi mumkin. Uyg'ur sudi tunji qitimliq sudni muvaffaqiyatlik etish orqali eng mushkul bo'lgan birinchi qadamni bosdi. Tunji sudda garchi nurg'unlagan yetarsizliklar ko'rilgan va u yetarsizliklarning bir qismi imkonsizlikdan bo'lgan, yana bir qismi o'zimizning uningga yetarlik ahamiyat bermasligimiz sababidan kelib chiqqan bo'lsa-mu, umumiy jihatdan o'ngishli bo'ldi deb qarashga bo'ladi. Hozirgi masala biz qanday qilib Uyg'ur sudini muvaffaqiyatli tamomlab, biz ko'zlagan yuqorqi ahamiyatga yetkazaymiz deganda bo'lib, uning uchun muajiratdagi barliq tashkilotlar va avom xalqning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishiga to'g'ri keladi. Uyg'ur sudi garchi Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan boshlangan sud bo'lsa-mu, biroq u Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoki Dunyo Uyg'ur qurultiyidagi rahbarlarning shaxsiy ishi uchun ochilgan sud emas. U butun dunyodagi Uyg'urlarning sudi. U Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikqa adil hukm chiqaradigan bir sud. U Xitoyning jinoyatlarini xalqaroga ochiq oshkora jakarlaydigan bir sud. U Uyg'urlarga belgilik umid va ishonch ilib keladigan sud. Şunu biz oldimizdagi ikkinchi qitimliq sud ochilg'ichi bo'lgan qisqagina muddat ichida bu sudning muvaffaqiyatli ochilishi uchun qo'limizdan kelishicha kuch chiqarishimiz, bir niyat, bir maqsadda tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Biz andisha va shaxsiy ziddiyatlarimizni bir tarafga qayirib qo'yib, sudni qo'limizda bor bo'lgan barliq dalil isbotlar bilan ta'minlashimiz kerak. Har qanday fikr takliflar samimiy bo'lish faqat sudning texmi muvaffaqiyatli ochilishi uchun bo'lishi kerak. Uyg'ur sudiga bevosita rahbarlik qilayotgan va bu sud uchun xizmat qilayotganlar cho'qim tunji sud jarayonida ko'rilgan yetarsizliklarga astoydil muomala qilib, tajriba saboqlarni yakunlab, ikkinchi qitimliq sudda saqlanishga bo'ladigan barliq yetarsizliklardan imkon bor saqlanishi, ikkinchi qitimliq sudning muvaffaqiyatli tamomlanishi uchun eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatishi kerak. Guvohlik berguchilar dardimni qancha ig'ir qilib anglatsam, sud biz uchun shuncha foydali hukm chiqardi deb qaramay, o'z kechirmishlarini imkoniyatning yetishicha aynan anglatishga tirishishi lozim. Guvohliklar cho'qim amaliyotga uyg'un bo'lishi kerak. Uyg'ur sudi uchun sudchilik qilayotganlar garchi bizning vatanga berib, vatanda yuz bergan fojialarni o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa-mu, biroq ular bu sohaning mutaxassislari bo'lg'achqa nimaning reallikqa uyg'un, nimaning reallikqa uyg'un emasligini obdan biladi. Ularning ichida qonun doktorlari, jinoiy ishlar psixika mutaxassislari bo'lg'achqa insonlarning fiziologiyasi va psixikasi qanday jazoga, qanday inkas qaytaradiganligini, inson qanday jazoga uchirgandan keyin qanday oqibatlar kelib chiqadiganligini obdan biladi. Sudchilar bizning anglatgan dardimizga qarab emas, balki biz anglatgan dardimizning qanchalik rostligiga qarab hukm chiqardi.
G'arbliklarning mundaq bir so'zi bor. Krediti yo'q bo'lish nachar kreditdan yaxshi. Shundoq ishonch vayron qilinganda uni qayta tiklamak undaq oson emas. Vatanda yetib oshqicha zulm bor. Uni faqat aynan anglatsak kifoya. Ko'p turish yoki yolg'on aralashtirishdan qattiq saqlanish kerak. Uyg'ur xalqi Uyg'ur sotiga butun kuchi bilan dastak bo'lishi, sot uchun guvohlik bermoqchi bo'lgan qarindoshlarga madad berishi va ularni qo'llab-quvvatlashi kerak.